Dünyodagi eng go'zal, eng chiroyli manzara bomdod namoziga aytilgan azon. Bomdod namoziga Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb azon chaqiriladi-yu. Eng go'zal manzara mana shu holat. Issiq o'rnimizdan turib, poy tahoratni olib, Allohga iltijo qilib, dunyoni barcha g'am tashvishlarni orqaga tashlab, Robbim Alloh deb nola qilishimizning o'zi bir baxt, azizlarim. Va iza qala al-abdu ya Robb va qala ar-Robb labbayka ya abdi. Har qachonki banda ey Alloh deb Allohga nola qilganda, Alloh taolo nima derkan? Labbay bandamdirkan. Labbay bandamdirkan. Alloh eshituvchi, ko'rguvchi, bilguvchi zot. Alloh yaratgan egam Alloh hamisha bo'lsin hammamizga o'zi hamroh azizlarim mana. Boringlarga shukr, joninglar sog' bo'lsin, qadrdonlarim mana. Rahmat.